Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp 48 soatdan keyin Eronni jahannamga aylantirish bilan tahdid qildi. Medvedev Trampning NATOdan chiqish haqidagi da'volari yolg'on ekanini aytdi. Rossiyada jazo o'tayotgan 3000 dan ortiq o'zbekistonlik vatanga qaytarilishi mumkin. Putinning reytingi so'nggi 7 yil ichida rekord darajada tushib ketdi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Pentagon Eron bilan urushdagi AQShning haqiqiy yo'qotishlarini yashirayotgani aytilmoqda. The Intercept davosiga ko'ra, AQSh Mudofaa vazirligi inson va texnika yo'qotishlari ko'lamini ataylab past ko'rsatmoqda yoki to'liq ochiqlamayapti. Shu bilan birga ochiq manbalarda ham rasmiy raqamlar bilan keyinchalik chiqib kelayotgan ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lgani kuzatilgan. Medvedev Trampning NATOdan chiqish haqidagi da'volari yolg'on ekanini aytdi. Na Tramp, na AQSh NATOdan chiqadi. Trampning ritorikasi bu shunchaki ko'zbo'yamachilik, dedi Rossiyaning sobiq prezidenti. Rossiyada jazo o'tayotgan 3000 dan ortiq o'zbekistonlik vatanga qaytarilishi mumkin. Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha vakili Tatyana Maskalkovaning aytishicha, Rossiya bu masalada amaliy yordam ko'rsatishga tayyor. Biroq jarayonni boshlash uchun O'zbekiston 1998-yilda qabul qilingan mahkumlarni boshqa davlatga topshirish to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga qo'shilib, uni ratifikatsiya qilishi lozim. Mazkur kelishuv Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Armanistonda amal qiladi. Unga ko'ra boshqa davlat hududida sudlangan fuqarolar jazoni o'z yurtida o'tashi mumkin. Ushbu mexanizm mahkumlarning ijtimoiy moslashuvini osonlashtirish va ularni oilasiga yaqin muhitda jazo o'tashini ta'minlashga qaratilgan. Rossiya byudjetining neftdan keladigan daromadlari Yaqin Sharqdagi urush tufayli keskin oshdi. Bloomberg nashri ma'lumotlariga ko'ra, Urals markazidagi neft narxi bir barreli uchun $100-120 ko'tarilganidan so'ng Rossiya byudjeti daromadlarida keskin o'sish kuzatiladi. Shu sababli Rossiya endi byudjet xarajatlarini qisqartirishni rejalashtirmayapti va hatto Ukrainadagi urush cho'zilib ketadigan bo'lsa, harbiy ehtiyojlar uchun xarajatlarni yanada oshirish ehtimoli ham mavjud, deyiladi maqolada. Tramp 48 soatdan keyin Eronni jahannamga aylantirish bilan tahdid qildi. AQSh prezidentining ma'lum qilishicha, Hormuz bo'g'ozini ochish uchun Tehronga berilgan 10 kunlik muddat 48 soatdan keyin o'z nihoyasiga yetadi. Esingizda bo'lsa, men Eronga biz bilan kelishuvga erishishi yoki Hormuz bo'g'ozini ochishi uchun 10 kun vaqt bergandim. Vaqt tugab bormoqda. 48 soatdan keyin ularning boshiga do'zaxdagi kabi azob yog'iladi, deb yozdi Donald Trump Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Putinning reytingi so'nggi 7 yil ichida rekord darajada tushib ketdi. Kreml ma'muriyati bilan hamkorlik qiluvchi Jamoatchilik fikri fondi ma'lumotlariga ko'ra, bunday keskin pasayish 2019-yildan beri kuzatilmagan. Bunga sabab sifatida mamlakatda Telegram va VPNlarning bloklanishi ko'rsatilmoqda. Aloqa bilan bog'liq muammolar rossiyaliklarni charchatib, ularning odatiy hayotini izdan chiqargan. Eronga qarshi urushda AQSh qancha askarini yo'qotdi? AQShning Eronga qarshi epik g'azab harbiy operatsiyasi boshidan beri 365 nafar amerikalik harbiy jarohat olgan, 13 nafar esa halok bo'lgan. Bu haqda Pentagon xabar berdi. Pentagonning ma'lum qilishicha, jarohatlanganlar tarkibi quyidagicha: 247 nafar quruqlik qo'shinlari, 63 nafari dengiz kuchlari, 36 nafari havo kuchlari, 19 nafari dengiz piyodalari. Halok bo'lganlar soni 13 nafar bo'lib qolmoqda. Ulardan 7 nafari jangovar harakatlar oqibatida vafot etgan. Eron havo hujumida 6 kishi va Saudiya Arabistonida yaralangan bitta harbiy. Yana 6 nafari esa samolyot halokati oqibatida vafot etgan va bu jangovar bo'lmagan yo'qotish hisoblanadi. Xrana ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soatda Eronning 13 ta viloyatida 206 ta hujum qayd etilgan. Oqibatda kamida 1 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Urush boshidan beri esa kamida 1607 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani aytilmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump AQSh operatsiya maqsadlariga deyarli erishgani va urush yana 2-3 hafta davom etishini bildirgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eron Fors ko'rfazi hududidagi 13 ta AQSh harbiy bazasini aksariyatiga sezilarli zarar yetkazgan. Umumiy zarar qariyb 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Kamida 300 nafar harbiy jarohatlangan.
Rossiya Zelenskiyni AQSh Maduroni o'g'irlaganidek o'g'irlamaydi. Bu bizning uslubimiz emas. Biz dunyoda hurmatga sazovor mamlakatmiz. Agar biz bunday yo'l tutsak, hurmatimizni yo'qotamiz, dedi Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Matvenko. AQSh urib tushirilgan F-15 qiruvchi samolyoti uchuvchisini qidirish uchun Eronga maxsus kuchlarini yubordi. The Telegraph nashrining yozishicha, Qo'shma Shtatlar qo'shinlari va Eron xavfsizlik idoralari o'rtasida uchuvchini birinchi bo'lib topish bo'yicha haqiqiy poyga boshlandi. Har ikki tomon ham uchuvchini birinchi bo'lib qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Eron hukumati uchuvchini tirik holda topgan kishiga $60 ming miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qildi. Eron urush boshidan beri AQSh va Isroilga tegishli 156 ta dronni urib tushirdi. Eron armiyasining havo hujumidan mudofaa kuchlari Fors ko'rfazi mintaqasidagi qurolli mojaro boshlanganidan buyon mamlakat havo hududida 156 ta jangovar dronni aniqlab yo'q qilgan. Bu haqda Eron davlat televideniyasi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, mojaro boshlanganidan hozirga qadar urib tushirilgan dronlar soni 156 taga yetgan. Havo himoya tizimlari mamlakat osmonini doimiy nazorat qilib, tahdidlarni bartaraf etishda davom etmoqda, deyiladi xabarda.